Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi mol tarozimizni bez reshetkalik holati. Har doimgidek razmerlarimiz uzunligi 2 metr, eni 1 metr. Ko'tarish tonnasi 2 tonnalik, 2 yil garantiyasi bilan zapchastlari turgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu mol tarozimizni reshetkaligini bez reshetkalik holati. Akalarimiz o'zimiz reshetkasini qilib olamiz deyishdi. Mana yig'ishtirilganda mana shunaqa holat bo'ladi. Mana shu reshetkaligi bu yig'ishtirilgan holati, bu bez reshetkalik holati. Aka, taroz ma'qul bo'ldimi sizlarga? Juda ma'qul bo'ldi. Yo'qda mana kirishda berdi. Kiloviga akaga zakaz qildik. Mana aytganimizdek biz olib qo'ygan ekan. Olib ketyapmiz. Ko'ngildagidek chiqibdi. Tavsiya qilasizmi qolganlarga? Qolganlarga tavsiya qilamiz. Aka, boy tarozlar bor. Zakazlarga ham yasab bergan, bizdan jo'natyapmiz. Kimgadir shunaqa taroz yasashlar xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.